shu yosh qizlar keladi demanga. Sekda keladi. So'raydi. Gulmira opa, men bir yigitni yaxshi ko'raman. U yigitda ko'nglim bor. Birinchi ko'ngil berganim o'sha bola. Lekin u meni eslamaydi, menga vнимание bermaydi. Menga SMS yozmaydi. Hol-ahvol so'ramaydi deydi. Men xayoliga kirmayman deydi. Oshiq endi qiz. 18-19 yoshli qizlar. Men so'rayman u qizdan, o'zi u bolada bir sizga nisbatan inisiativa, simpatiya degan narsa bo'lganmi boshida? Men ko'rsatganmi shunaqa signallar? Balki boshida bo'lib, keyin so'nib qolgandir desam, boshidan biri shunaqa o'zi deydi. Unda aytaman, nima qilasiz? Suymaganga suykalib, qadringizni yo'qotib. Tak что qizlar, o'zimizni or-nomusimizni даже sevgidan ham baland tutishimiz kerak ba'zi joylarda.